Bu bir mamlakat chegarasi. U boshqa mamlakat ichida joylashgan va u ham boshqa mamlakat ichida. Nima? Tog'larda orasida qolib ketdim. Ozgina qo'rquv bor. Hech kim yo'q atrofimda. Atrofim to'la tog'lar. O'zim yakka, men, sizlar va mashina. Do'stlar, bu hali geografiyada o'qitmaydigan, umuman bu haqda gapirilmaydigan joylarda. Geografiya sizga bunaqa narsalarni o'rgatmaydi. Pasport kerak bo'ladimi yoki yo'q? Hozir yo'l davomida buni bilib olamiz. 4 daqiqadan keyin boshqa mamlakatdalik. Pop. Ertalab soat 8 men kerakli bo'lgan narsalarni hammasini soldim degan umiddaman. Bu yerda meni yugurishga kiyimlarim, buni haliroq ko'rsataman va nimaligi haqida sizlarga aytib beraman. Xo'p, albatta quvvatlagich, kameraga olgich, suv ichgich, hammasi shu yerda. Safarga chiqib ketyapman. Hozir pasportimni olib oldim. Har ehtimolga qarshi balki yo'lda kimdir so'rab qolishi mumkin. Har holda boshqa mamlakatga chiqamiz. Mashinani yuvib olishimiz kerak. Ancha bechora qolib ketdi ko'chalarda. Amirliklar bu bitta mamlakat, lekin unda 7 ta amirlik bor. Hozir boradigan amirligimiz Fujayra deyiladi. Dubaydan 70-75 kilometr. 70-75. Qayerdadir eshitganman. 70-75. Xullas yo'l trip. Let's go. 24 daqiqa ko'rsatyapti hozir yetib borgunimizcha. To'xtadim bu yerda nimaga? Bu yerda juda ham chiroyli joy bor. O'zimiz Andijondan bilsanglar Toshkentga ketadigan yo'lda to'xtab non olamiz, qo'qon non olamiz. Xuddi shunga o'xshagan Fujayraga ketaverishda, Fujayra yo'liga burilishda Qorfakanda to'xtagan joyim bor, hozir ko'rsataman sizlarga. Tog'li hudud, tog' hamma joy. Go'zal atmosfera. Fujayra, this side. What's your name? Hi. Oh. My friend, what's your name? Noor Muhammad. Noor Muhammad. MashaAllah, Noor Muhammad. Where are you from? Bangladesh. Bangladesh, Dhaka? Hazrat Shahjalam. Take care, brother. Bilganimcha nimani bilsam shuni aytib ketaverdim. Aeroportda nomi xullas. Bechora mashina hali ham yuvilmadi. Davom etamiz. Uf. Mashaalloh. Fujayraga keldim, yetib keldim, alhamdulillah. 75 kilometr ekan, 70 emas ekan, 75 ekan. 75lar, hozir qarab turgan narsam shunaqangi chiroyli joy. Bu albatta masjid va u menga Istanbulni eslatyapti. Nima desa bo'ladi? Istanbul beryapti-da. Hamma Istanbul birga bir. Hagia Sofiyani ham ichi shunga o'xshagan. Umuman aytganda Usmoniy tuzilishda qurilgan masjid. Allohu akbar. Birinchi nuqtam port bo'lish kerak edi, lekin qarasam masjid chiqdi. Bu ham o'ziga yarasha bir hikmati bor. Ko'rdik. Sizlar ham kelsanglar, albatta tashrif buyuringlar. Fujayradagi Grand Sheikh Zayed masjidi. Go'zallik. Sizlar o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin o'zi, nimaga Fujayra tanlandi shuncha amirlikdan? Men kelayotgan joy, videoning asosiy mavzusi shu joyga juda ham yaqin va yo'limiz bo'lganligi uchun va ertaga ertalab bu yerda meni reysim bor. 6 kilometrlik masofaga kulgili men uchun, lekin yaqindagi travmamni evaziga shunaqa bo'ldi. Qaytadan yana boshladim. Shu medalini olib, xudo xolasa ko'rsataman. Video davomida chiqadi o'zi. Keldik. Fujayrani bir ko'rib chiqamiz. Qayerlari qanaqa holatda? Fujayra Fort degan joyi bor. Shu yerga bormoqchiman. Hozir uni sizlarga ko'rsataman. Yana bir narsa do'stlar, agar video yoqayotgan bo'lsa sizlarga, albatta like tugmasini bosib qo'yamiz va obuna bo'lishni ham unutmaymiz do'stlar. Nimagaki men yana qaytib
faollikda davom ettiryapman. Mana ko'ryapsizlar, vloglar chiqyapti. Instagram sahifamni ham unutib qo'ymanglar. Bu yerda ham chiroyli qisqa videolar qo'yaman. U yerda ko'proq meni hozirgi bo'layotgan hayotim haqida ham bilib olsanglar bo'ladi. Qayerdaman, nima qilyapman, qanaqa harakatlardaman, nima rejalardaman. Bu yerda bemalol kuzatsanglar bo'ladi. Qariyb 400 yillik tarixga ega bo'lgan qal'a bor. Bu Fujairah Fort. Biz hozir shunga yetib keldik va men bunga qarab turibman. Qal'alarda asosiy vazifasi bu himoyalanish, ya'ni himoya vazifasini bajargan. Fujairadagi qal'a ham aynan shunaqa vazifani bajaradi. 16-asrlarda aynan hozir uni joylashuviga ham ahamiyat beraman. Lekin juda ham qiziqarli tarixiy joy. 400 yillik tarixga ega. Nima bu? Xurmo qiladigan joy ekan. Hidlari ham qanaqadir O'zbekistonni eslatyapti. Ichkarisiga kirib ko'rmoqchi edim, yopiq ekan. Qaytamiz orqaga. Qal'adan tushishga bu yerda bunaqa joy bor ekan. Juda ham shinam. Kimdir bo'lish kerak, lekin hech kimni ko'rganim yo'q hozircha. Nimagadir odam baribir odam bo'lsa, fayz bo'ladi. Bironta odam yo'q ekan. Zo'r tomoni vlogga yaxshi bo'ldi. Hali kimdir kelib band qilmagan holatda, balki issiqlik uchundir, balki bu life hackdir sayohatchilar uchun. Issiq bo'lsa ham shunaqa vaqtda kelsanglar, hech kim bo'lmaydi. Deb tursam bitta taksi yetib keldi. Shu yerda odamlarga maza qilaman-da, juda mehmon do'st, hospitality level juda baland, bir-biriga nisbatan hurmat. Qanday yaxshi haligi sokin odamlar. Ayniqsa shu Ummonga yaqin tomoni, ya'ni Dubaydan uzoqroq tomoni. Sizni yashashga, ya'ni aynan shunaqa insonlar bilan bir aka-uka bo'lib yashashga undaydi to'g'risi. Juda xursand bo'ldim. Hozir ham hamma bir-biriga nisbatan hurmat bilan. To'g'ri masjid, to'g'ri bu katta faktor hamma u yerda xushmuomala bo'lishligiga. Lekin umuman tashqarida ham shunaqa ahvol. Aka ham blogerga o'xshayapti. Borib oldidan so'rab ko'raymi, nimalardir syomka qilyapti-da. O'zimiznikilar bittada taniyman u. You do vlogs? Great. Qayerdansan? Hey, what's your name? Abdulaziz? Hindistondanman. Hindistonni qayeridan? Keraladan, Meni Kerala. senga bitta savolim bor. Ayni vaqtda men hozir yo'ldaman. Bir mamlakat bor ekan, u bir boshqa mamlakatning ichida, u ham boshqa bir mamlakatning ichida. Bu haqida eshitganmisan? Bu juda qiyin savol bo'ldi. Aftidan Nahvo degan joy amirliklarga qarashli. Atrofi Ummon sultonligi. Ha, bo'ldi. Ha, bilasan u joyni. Sen u yerda bo'lganmisan oldin? Barcelona muxlisimisan? In the final there are so many players from Barcelona. Yeah, in Argentina also and Spain. So Messi, Ronaldo? Messi, of course. Why not? Okay. Ha, mayli, yashayver. Kanalimni so'radi-da, kanalimni ko'rsatsam, "O, sen obunachilar ko'p ekan-ku" deydi. Ko'p dedim-da, bor deb, men dedim, "Oho" dedim. Dunyo bilasanmi, dunyo paydo bo'lgan paytdan beri bor blogerlardan men faqat orada ozgina dangasalikim tutib qolib, qilmay qo'ydim. Shunga hozir obunachilarim uxlab qolgan dedim. Bitta faollikni ko'rsatib beringlar, bu ko'rsin bu hindlar. Hind bayroqlarini qo'yib qancha faollik ko'rsatdinglar o'zi boshqa joylarda. Bu safar ham ko'rsataylik. Barselonani fanatiman dedim. Didsiz bo'ladi, bilasizlarmi hindlar? Qo'lim kuyib qoldi. Jam o'tirsam ham bo'lardi bugun. Dam olish kunim edi. Lekin blokda anaqasi tutib qoldi. Birinchidan keyin sayohatga ancha bo'ldi chiqmaganimga, shaxsiy sayohatga va nimadir o'zimga kashf qilishim kerak edi. Hayyo hay deb yo'lga chiqib ketdimki. Zinalarda oxiri ko'rindi. Tizil. Uncha qiynalmadim menimcha, prosta issiq, juda ham issiq. Hozir aytilishiga juda noqulay bo'lgan yangi so'z bor. Shu so'zni ishlataman. Qo'noq
Ya'ni Dubaydan uzoq bo'lganligim uchun hozir bu yerda men o'zimga qo'noq topishim kerak. U arzon bo'lish kerak. Chunki boraman, uxlayman, turaman, yugurgani boraman. Xullas, yotgani, cho'milgani, o'zimni tartibga keltirgani sharoiti bo'lsa bo'ldi. Hozir topamiz shunaqa joy. Ha, aytgancha, Masafi suvi ham shu atrofdan chiqadi. Masafi degan qishlog'i bor, shu atrofda yaqin joy. Endi sizlarga uncha qiziq bo'lmashi mumkin, shuning uchun bormayman. Kuchim ham qolmadi, o'z to'g'risini aytsam. Bismillah. Reklama emas. Reklama qilmoqchi bo'lganlar, yozinglar. Buni o'rniga sizlar suvlar ichib qo'yish mumkin. Menimcha topdim qo'noqni. Deb kichkinagina joy deb o'yladim. Xonani kaltini qaraydi, tennis raketkasidaqa. Xonani nomeri yo'q ekan, raqami yo'q ekan. Xonalarning ismi bor ekan. Meni xonam ismi Rafael Nadal ekan. Hozir Rafael Nadalga ketyapman xullas. Qayerda uxladingiz? Rafaelda uxladim. Rafael Nadal xonam qanaqa ko'rinishda? Hozir sizlarga ko'rsataman. Va tugadi. To'g'ri, xona unaqa katta emas, lekin toza. Bu birinchi raqamli narsa men uchun. Va menga kerakli bo'lgan hamma narsa bor. Bu yerda kichkinagina muzlatgich bor, issiq suv qaynatish mumkin, telefon qilib ularga qanaqadir komplaynlar berish mumkin. Deraza bor, derazadan har xil pokistonlik bolalar ko'rinib turibdi. Xullas, televizor bor ekan bu yerda. Xullas, hamma narsa bor. Bathroom qanaqa holatda hozir ko'ramiz, to'xtayman. So'ta qovuzini kirgizib olaydi. Yomon emas. Not bad at all. Amenities. Magazine. Okay. Xo'p, shu yerda endi videoni tugatib turaman. Ertaga shu yerda yana paydo bo'laman. Bunaqa qilib. Orada ancha soatlar o'tkazib yubordim bitta klik bilan. Yana bitta medal. Yana bitta yutuq. Instagramimda 10 mingta stories qo'yibman. Bu bir. Ikkinchisi mana bu medal bo'ldi. Medalni oldik. Ozgina recovery qilib, keyin yo'limizga hay deb davom etamiz. Shu holatda sizlarga hozirgi boradigan joyim haqida kichkinagina ma'lumotlar bermoqchiman. Bu men uchun juda ham qulay. Hozir ikkita qabila bo'lgan. Qabilalar, birinchisi Nahva qabilasi, ikkinchisi Matha qabilasi. Birlashgan Arab Amirliklari tuzilmasidan oldin, bilasizlar, bu yerlar Britaniya boshqaruvida bo'lgan. Lekin Britaniya bularga davlatlarini bo'lib berishlikda yordam berayotganida ba'zi bir qabilalar Ummonni tanlagan, ba'zi birlari esa UAEda, ya'ni Birlashgan Arab Amirliklarida qolishga qaror qilishgan. Chegaralarni bo'layotganda ularni inobatga olishgan, ularning fikri, ularning xohishini inobatga olishib, mayli ichkarisidagi Nahva qabilasi qolsin UAEda, atrofidagi Matha qabilasi Ummonga o'tsin va bular hammasi yana UAEning ichida. Ozgina recovery qilib olganimdan keyin yo'lga chiqamiz. I'm excited. Bugun yangi futbolka kiydim. Qulli bo'lsin deb yozib borasizlar. Aynan bugungi kunga to'g'ri keladigan palma daraxtli. Yo'lni chekkasi to'xtab oldim. Nimaga? 4 daqiqa ko'rsatyapti. Message keldi. Aynan o'zi shu maqsad, message keldi. Hozir 4 daqiqadan keyin men Ummon territoriyasiga o'tganimda u hududda menda Wi-Fi ishlamaydi. Chunki signallar hammasi Ummonga ulangan bo'ladi. Ajoyibi, hozir shu qismga Ummonga o'tamiz. Pasport kerak bo'ladimi yoki yo'q? Hozir yo'l davomida buni bilib olamiz. 4 daqiqadan keyin boshqa mamlakatda. Ota-ona demak farzandiga ilm, tarbiya berishda birinchi ish o'zini tuzatish kerak bo'ladi. Sizlar bilan gaplashganimda aytadiki, bayroq o'zgardi, do'stlar, bayroq ham o'zgardi. Hayron qolarli darajada. Qaranglar, qilga sig'mas. Ko'cha tugab turib 4 daqiqa farqi bilan biz Ummondamiz. Bundan ham vahimaliroq narsa hali oldinda. Biz Ummonning ichida yana UAEga kiramiz. Ungacha biz hozir Mathani bir ko'rib chiqamiz. Qanaqa holat, nima bor bu yerda? Bir maza qilib ko'raylik. Ummonga keldik, Ummon deyaylik, Wi-Fi o'chdi o'zi. Wi-Fi yo'q. Birinchi navbatda
Ummonni masjidiga keldik. Ozonni aytyapti. Zo. Masjiddan chiqildi. Qiziq tomoni masjidda bir tomonimda ummonlik, bir tomonimda amirlikdan namoz o'qishdi. Bu juda ham qiziq holat. To'g'ri, Ummon, territoriya Ummonga qarashli. Hamma nomerlar mashinaniki Ummonniki. Lekin bular bir-biri bilan shunaqa hamjihat, yaxshi holatda yashashligiga sabab nima ekan? Qani bizga ham shunaqa aqlimizga yetkazib qo'ysa yaxshi bo'lardi-da. Ba'zi bir holatlar bo'ladi o'zimizda ham, Tojikiston yoki Qirg'iziston bilan hududlarimizda shunga o'xshashroq bo'lgan eksklavlar bordi. Shohmardon masalan, Shohmardonga borganlar biladi. Yo'lda ancha muddat kutishingizga to'g'ri kelib qoladi-da. Bo'lmasam O'zbekiston ketyapsiz. Alhamdulillah, hozir oxirgi vaqtlarda ancha yaxshimiz, ancha do'stmiz. Bir-birimizni tushunyapmizki, bizni o'zagimiz bir. Lekin ba'zi bir holatlar o'sishga yana room bor deydi-ku, room to improve. Xullas. Nimalar deymiz? Videolarda Madha muzeyini doim yopiq holatda ko'rsatishdi. Hozir ham yopiq ekan. Madhani muzeyi ochilsa yaxshi bo'lardi, ko'proq ma'lumot bilardik. Lekin hali ham yopiq. Bundan 1 yil oldin qilingan videolarda ham yopiq edi. Madha muzeyi. Nima qilamiz endi? Yopiq. Sultonni rasmlari. Menga qiziq bo'lgan tomoni narxlari. Xo'p, bu yerda qaysi naqada olinadi? Hi, how are you? This is Oman, huh? Ne? Ha? Farsi? Farsilar. Turkiy. Turkiy. English? English? Ummonni puli. Qaranglar do'stlar. Ummonni 100 this is 1 dirham? 1 real. I know, but in the dirham how much? Real, mungkin 6 real, 1 dirham. 6 real 1 dirham. Oh, mana. Pulni go'zalligini qarang. Endi ishonyapman 100% ummonligiga. Oman. Oman. Okay, you? Pakistan. Pakistan. Which city you Pakistan from? Lahore. Lahore. Endi muzqaymoq yeylik bu yerda kelganimizga yarasha. This one. Good, huh? Yeah. With what this one? Eskimo. Caramel ice cream ekan mana. Ummonda bo'lganimda deyapman, hozir o'zi Ummondaman hozir. Ummonga borganimda, ya'ni mainland Ummonga borganimda menga taomlari juda yoqqan edi. Qani hozir harakat qilib ko'ramiz topishga. Bunaqa ko'p ovqatlanadigan joy yo'q ekan, kafeteriyalar bor ekan. Xo'p, hozir bittasiga kirib ko'ramiz, ovqatlanib ko'ramiz endi. Bayroqlarga qarang. Ummon. Xullas, sendvichlar bor ekan. Bular restoran yo'q ekan bu yerda, xullas. Restoran qidirib yurmanglar. Bu yerga kelsanglar, restoranga borish uchun boshqa mamlakatga chiqishinglar kerak bo'lar ekan. Yo'llari, umuman binolarining qurilishlari hammasi deyarli mainland, asosiy Ummon bilan bir xil. Ya'ni davlatni kim boshqarayotganligiga qarab turib, baribir farq qilar In ekanda. 300 meters turn left. Okay, boss. Tog'larda o'rtasida nima ekan nomi? Heritage Village degan joy bor ekan. Ummonga qarashli. Kirish narxi 20 dirham ekan. Dirhamda aytdi va dirham qaytarib berdi. Lekin bemalol Ummon reallarini ham ishlatsa bo'lar ekan. Bu yer qanaqa joy desangiz, hech kim yo'q joy. Mendan boshqa hech kim kelmasa kerak o'zi, lekin kelib dam olishga, menimcha, tog'ning tagida bu uchalardan menimcha narxlar qo'yilsa kerak, o'zlari alohida to'lovlar bo'lsa kerak. O choynak endi mana piyola ham keldi shu yerga. Dam olishga arzigulik joylar bor, xullas tog' bag'rida. Endi hozir issiq, lekin salqin tushganda zo'r dam oladigan joy bo'lib qoladi bu yerlar. Do'stlar, bu hali geografiyada o'qitmaydigan, umuman bu haqda gapirilmaydigan joylarda geografiya sizga bunaqa narsalarni o'rgatmaydi. Vlog o'rgatishi mumkin. Sayohat qilishda ham ko'p narsa o'rgatmaydi. Sayohatni yaxshi qilish uchun esa Yo'l Travelga aloqaga chiqish kerak bo'ladi. Yo'l yoki Yo'l Travel o'zimizning kompaniya.
pastda linkini qoldiraman, o'tib bemalol paketlarimizni ko'rsatib bo'ladi. La'nati menga hozir 20 dirhamga sotdi. Mana shu kirib, mana shu ko'rishim uchun, terlashim uchun. Narxi 2 Oman realga 2 deb yozib qo'yishibdi, lekin 20 dirhamga sotildi. To'g'ri sotibdi, lekin noto'g'ri sotgan, chunki nima qilishga mumkin bu yerda? Hech narsa yo'q. Hamma narsa yopiq. Nimaga sotdi menga? Haqlarni talab qilish masalasi bo'yicha biznikilar oshirish boradi chet elga chiqqanda. Bir nimalarga e'tibor berib qo'yasizlar do'stlar. Immigratsiyada yoki davlat binolarida, ular bilan muloqotlarda chet elga chiqilganda albatta xush muomalalik bo'lishligi shart. Bayroq Ummonniki, hozir turgan joyim ham Ummonniki. Hozir bu tomonga qarab uzog'i bilan 30 ta qadam tashlayman va men yana Birlashgan Arab Amirliklaridaman. Nahvaga xush kelibsizlar. Nahva bu dunyodagi eng kamdan kam uchraydigan joylardan bittasi. Geografik anomaliya desa ham bo'ladi. Va mana Birlashgan Arab Amirliklari Sharjaga xush kelibsiz. Nahva hududi. Buni ko'ringlar, ikkita hududdaman hozir. Hatto asfalt ham ikki xil. Bir tomon mana UAE, ikkinchi tomon esa Ummon. Kamerani mana hozir o'rtasiga joylashtirdim. Chegaraga qo'yildi. Demak, mana bu do'stlar. Qaranglar. Bu chegarani belgisi. Bir tomoniga sulton, Ummon sultonligi yozilgan, ikkinchi tarafiga esa UAE yozilgan. Ajoyib do'stlar. Hozir meni tanib ikkita mamlakatda desa bo'ladi. Birlashgan Arab Amirliklari ichida Ummon, Ummonning ichida yana Birlashgan Arab Amirliklari. Mana rasmlar ham o'zgardi. Davlat boshlig'i Sharjani sheyxiga almashyapti. Kirishimizga bu yerda police station bor ekan. Biz do'stlar hozir UAE ga o'tdik. Bayroq ham mana UAE nikiga almashgan. Eng qizig'i telefonimga yana signal chiqishni boshladi. Internetim ulandi. Va endi map orqali harakat qilish mumkin bo'ladi. Ummonda ovqatlanib kelaman deb chiqdim. Faqat shu muzqaymoq yedim. Muzqaymog'imni Ummonda yeb, hozir tushligimni Birlashgan Arab Amirliklarida qilaman. Zo'ra. Sekin astalik bilan harakatlanadigan hududlarga yetib keldik menimcha. Excitement urdi, o'sha hissiyotlar boshlandi, sarguzash degan. Xudoga shukr tushib oldim. Endi tepagacha ketish kerak ekan menga. Hoppa. Ketaveramiz. Sekin yurish kerak. Bosh kerak emas. Tog'larda orasida qolib ketdim-ku. Tog' toshlarda orasida nomim chiqmayotgan ketamanmi endi? Nomim chiqsa mayli-yu. Shu chiqmasin-da. Nomim ham chiqmasin. Tog'dan o'tib olsak bo'ldi endi mana. Qiyin yurish, lekin juda ham chiroyli joylar mashaalloh. Subhanalloh, shunaqa joylar ham ko'pda. Tog'lar. Tog'lardan o'tayotib, bitta joyga yetib kelib qoldim. Nomlanishi bu joyda Nahva g'ori ekan. G'or bo'lib chuqur emas, hozir ko'rsataman sizlarga. Qayerlarga kelib qoldim do'stlar? Nimalar qildim bugun o'zi? G'or Nahva g'ori deb qo'yibdi. Suvda kichkina baliqchalar yuribdi. Ozgina qo'rquv bor. Hech kim yo'q atrofimda. Atrofim to'la tog'lar. O'zim yakka, men, sizlar va mashina. Menimcha like bosishga arziydi. To'choq buzilib qolmasdan turib surish kerak bu yerlardan, bo'lmasam ertaga ishga ham borish kerak. Suvda oqishini ko'ringlar. Zilol bo'layapti, zilol. 1 soatmikin vaqt o'tdi do'stlar. Shu tog'lar orasida qolib ketaman deb qo'rqdim juda ham. 12 tezlikda sekin astoydil harakat qilib ketyapmiz. Va nihoyat sal yo'llar yaxshilangani uchun xavotirlarim tarqab sizlarga video yozish boshladim. Yo'llar sal yaxshilangani bu. Tog'li hudud bo'lganligi uchun hamma toshlardan o'tildi va nihoyat yo'lga chiqyapmiz. Mana uyga ham kelib oldim. Video sizlarga yoqtirgan umiddaman, chunki videoga juda katta mehnat, sabr,
ozgina xavfli joylari ham bo'ldi. Albatta bularni hammasini inobatga olgan holatda bitta chiroyli like bosib qo'yasizlar. Sayohatlarim davom etadi. Sizlar bilan yana joylashamiz. Allohga omonat.